Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana keyingi zakasimizni ham bitkizib tayyorladik. Xudo xolisa ko'rishinglar mumkin. Oq MDFda HT uslubida bo'ldi. Qalin materiallardan bo'lgan, xudo xolisa 08 qalinlikda, 05 emas. Kesaklarimiz 4 ga 10, 3 tadan osha bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Orqa tomoni ko'rinmaydi. Xo'p, zamogimiz firmani original zamogidan ko'rishinglar mumkin. Shu turgan holda ham yaxshi ochilib yopilyapti. Rezinkalari bor. Shashvelariga qo'yib berganmiz. Xo'p, bu eshiklarimizni kvadrat metrini 800 ming so'mdan qilib berdik. 120 ga 210. Shu turishi necha pulga chiqadi deydigan akalarimizga xuddi shu razmerda bo'ladigan bo'lsa 2 million so'mga chiqadi. Vodiy bo'ylab dostavka xizmatlarimiz bor. Toshkent voha taraflarga ham kelishilgan holatda qilib beramiz. Kimga shu kabi eshik varonlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar yozib qoldiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.